Salom azizlar, Xudoning tinchligi barchangizga yor bo'lsin. Mana bir hafta ham ko'z ochib yumguncha o'tib, bugun yana jonli efirda sizlar bilan birga ekanligimdan xursandman, Xudoga shukr. Bugun jonli efirimizda bundan oldingi efirlarimizda ham mehmon bo'lgan, bir necha bor mehmon bo'lgan qadrli birodar akamiz Aziz aka bo'ladilar. Aziz aka, efirdamisiz? Aloqadaman, eshitaman Umidjon. Salom Aziz aka, xush kelibsiz efirimizga. Va alaykum assalom. Rahmat kattakon. Bugun efirimizda noodatiy mavzu bilan nomladik. Balki buni birinchi marta eshitayotganlar uchun g'alati tuyulishi ham mumkin. Biz bilamiz Iso Masihning qanchalik qudratli zot ekanligini, uni qudrati, mo'jizakorligi haqida muqaddas kitob Injilda ko'p o'qiganmiz. U yerda paytida juda ko'p mo'jizalarni amalga oshirgan. Keling shulardan bir nechtasi haqida gaplashsak. Bundan oldingi efirimizda aynan Iso Masih insonni hayotida qilgan mo'jizalar haqida gaplashgan edik. Bir opamiz guvohlik bergan edi. Shundan keyin menga juda ko'pchilik yozdi va qiziqish ortdi. Shuning uchun keling Injilda, Xudoning kalomida Iso Masih yerdaligi paytida odamlarga qanday mo'jizalar ko'rsatgan, qanaqa shifo berdi, qanaqa odamlarning hayotida ta'sir qilgan. Yana bir bor hamma tinglovchilarga alangali salom va juda ham xursandman ushbu to'g'ridan to'g'ri efirda ishtirok etayotganingizdan. Va haqiqatdan hozir Umidjon aytib o'tganidek, Rabbimiz Isoni juda ko'p qilgan mo'jizalari, ishlari bor va haqiqatdan u odamzodni gunoh uchun o'lgan, ko'milgan va 3-kuni qayta tirilgan. Shuning uchun tirik bo'lgani uchun hozir ham u yordam bera oladi, unga muhtoj, unga ishonch bilan murojaat qilgan insonlarga. Shuning uchun biz bugun kelinglar birgalikda ko'rib chiqsak, aynan muqaddas kitobdan ikkita voqea yuz bergan voqeani ko'rib chiqamiz. Bu haqiqatdan Iso mana shu voqeada ishtirok etib, ikkita insonni murojaatiga, ularni o'sha muhtojligiga qanaqa yo'l bilan mana Iso mo'jizaviy tarzda javob berganligini, o'sha ularning masalasini hal qilib berganligini va uni o'sha insonlarni muhtojligiga javob berganda u insonlarni xonadoniga, yuragiga kelgan quvonch, qanchalik o'zgarish, hayotlarida burilish bo'lganligini ham ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun Iso umuman kelgan joyda albatta o'zgarish bo'ladi. Iso kelgan joyda qandaydir o'zgarishlar bo'ladi va tinglovchilarning orasida ham ko'plar o'zini hayotida Iso Masihni shifosini tatib ko'rgan. O'zini shaxsan jismoniy tanasidan o'tkazgan bo'lishi mumkin. Isoning o'sha shifobaxsh qudratini, kuchini har xil kasalliklarga duch kelgan paytda yordam so'rab murojaat qilgan bo'lishi mumkin va o'zi guvohi bo'lgan haqiqatdan o'sha tirik Iso hozir ham odamlarga shifo bera olishligiga, hozir ham odamlarni sog'lig'ini tiklab mustahkamlashga qodirligiga guvohi bo'lgan. Hozir ham unda butun hokimiyat, qudrat, kuch bor. Iso bu xuddi o'sha Iso 2000 yil oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa, Xudoning so'zi aytadi-yu, kecha, bugun, abadiy xuddi o'shadir deydi Iso. Xuddi o'sha hokimiyat, xuddi o'sha qudrat. Shuning uchun 2000 yil oldin tanada yer yuzida yashab yurgan paytda qanaqa mo'jizalar ishlar qilgan bo'lsa, hozir ham u bu ishlarni qila oladi. Aynan unga ishonganlar orqali, uni yuragiga, hayotiga qabul qilgan insonlar orqali Iso o'zini ishini qiladi. Ularni qayerdadir qo'lidan foydalanadi, oyog'idan foydalanadi, tilidan foydalanadi-da, idish qilib bir vosita chiqib Rabbim ishlatib foydalanadi. Demak, muqaddas kitobni Luqo xushxabari kitobida 8-bobini 40-oyatidan 56-oyatgacha bizni ko'rib chiqadigan bu parchamiz
mana shu parchani ichidagi voqealarni ko'ramiz. Iso qanday qilib ikki insonni muhtojligiga javob berganini ko'ramiz. Va bu ikki inson muhtojligi juda ham og'ir muhtojlik bo'lganda, juda ham haligi haqiqatda azob beradigan muhtojlik bo'lganda, shunaqa bir og'ir yukdek hayotida bo'lgan, lekin o'sha narsani Iso hal qilib beradi. Qachonki mana bu insonlar Isoga o'sha murojaat qilgan paytida. Mana shuni guvohi bo'lish mumkin, ko'rish mumkin-da. Demak, muqaddas kitobning Luqqo xushxabari 8-bobini 40-oyati shunaqa so'z bilan boshlanadi. Iso dedi, ko'lning bu qirg'og'iga qaytib kelganda xalq uni qarshilab oldi, chunki hamma uni kutgan edi deydi. Bundan oldin yuqoriga qaraydigan bo'lsak, undan oldin Iso Jalila ko'lini boshqa tomoniga suzib o'tadi qayiqda shogirdlari bilan va u Gerasa degan hududga suzib o'tadi. O'sha Gerasa degan hududda bitta jinga chalingan odam bo'ladi. U odamni yashaydigan joyi qabriston bo'ladi. Qarang, qabristondagi g'orlarda o'sha jinga chalingan odam ichida juda ko'p jinlar bor. O'sha atrofdagi mahalladagimi o'sha insonlar ham hech kim u odamni bir bo'ysuntirib, bir tartibga sololmagan va kuchi yetmagan. Hatto u odamni bir necha bor zanjirlagan, boylashgan ekan, zanjirlarni ham uzib yuborgan ekanda. Mana shunaqa inson o'sha Gerasa degan hududda bo'ladi. Aynan Iso qayiqda shogirdlari bilan o'sha tomonga suzib o'tgan paytda haligi jinga chalingan odam baqirib Isoning oldiga keladi va Iso o'sha jinlarga buyruq bergan paytda uni tark etishligini, shu paytda o'sha insondan hamma jinlar chiqib ketadi. O'sha insonni Iso qayiqda Jalilani qirg'og'ini u tomoniga suzib o'tib, qarang, bitta jonni, bitta yurakni o'sha jinlarni hukmronligidan, jinlarni ta'siridan hayoti vayron bo'lib buzilgan bo'ladi-da. U yolg'iz qabristonda yashaydigan odam bo'ladi. Tasavvur qiling. Hatto shunaqa kiyimsiz hammaga o'tgan ketganga tashlanadigan shunaqa bir dahshatli haqiqatda jinlar butunlay egallab olgan yuragini, fikrini va shunaqa jinlarga qul bo'lgan odamni Iso o'sha joyga borib, o'sha insonni jinlardan ozod qiladi. Jinlar butunlay uni tark etib chiqib ketadi. Mana shu voqeadan keyin, demak, bundan oldingi yuqorisini qarasak, Iso jinlardan ozod qildi bir insonni va shundan keyin u yana Iso ko'lni bu qirg'og'iga qaytib keladi. Demak, u qirg'og'ida Iso o'zini ishini qildi, bir insonni jonini qutqardi jinlarning ta'siridan. Agarda bu ahvol shu holatda qolganda edi, Iso o'sha jinlar qutqarmaganda edi u odamni, oxir-oqibat jinlar uni hayotini mahrum qilardi, hayotini o'g'irlardi, o'lim bilan yakunlanardi hayoti. Chunki bitta joyda aytadi, o'sha bolani otasi ham, ya'ni suvga, olovga urib necha marta o'ldirmoqchi bo'ldi bu yovuz ruh dedi, o'sha jinlar dedi. Lekin Iso o'sha jinlardan xalos etib, bitta jonni mana qutqarib qoldi, o'limdan, barvaqt o'limdan qutqarib qoldi va haqiqatdan o'sha hayotiga o'sha odamni katta bir o'zgarish keldi va shu ishlarni qilganda ekan, u ko'lni bu qirg'og'iga qaytib kelganda ko'ramiz, Xudoning so'zida uni yana xalq odamni kutardi, juda ko'p odamni kutayotgan edi. Chunki har bitta kutayotgan odamni o'ziga yarasha muhtojligi bor edi, savoli bor edi. Kimgadir Isoning ta'limoti, so'zlari yoqardi. Isoning ta'limotining so'zini eshitgan paytda kimnidir yuragi orom olardi, yuragi bir malhamdek bo'lardi. Chunki odamlar sezardi Isoning ta'limotida, so'zlarida qudrat va ta'sirchan edi. Shuning uchun odamlar darrov farqiga borib ajrata bilardi. Isoning gaplarida hokimiyat va u ta'sir qilishligini yuragidan sezib bilgan insonlar. Shuning uchun qancha odam mana Isoni kutib to'plangan, yig'ilgan, olomon sevgan bo'ladi. Bir tili olomon endi qirg'og'ni bu tomoniga Iso qaytib kelgan paytda odamlar kutib oladi. Odamlar kutib olgandan keyin 41-oyatda yana bitta inson o'sha olomon ichida bo'ladi. U ham Isoning oldiga kelgan muhtojligi bilan.
41-oyatda shu payt dedi Yayir ismli bir odam kelib qoldi. U sinagoga boshlig'i edi. U Isoning oyog'iga bosh urib, iltimos uyimga yuring deb yolvordi. Chunki Yayirning 12 yoshli yolg'iz qizi o'lim to'shagida yotgan edi. Iso o'sha odam bilan ketdi. Olomon Isoni har tomondan qisib qo'yardi. Qarang, o'sha payt Xudoning so'zi aytadi, Isoni oldiga Yayir degan bitta odam keladi. Demak, bu Yayir oddiy odam emas. U sinagogani boshlig'i. Demak, sinagoga degani bu yahudiylarni Xudoga sajda qiladigan joyi, bino, bu yerda o'zini Xudoga sajda qilish, Xudoga ibodat qilish, Xudoga xizmat qilish o'zini marosimlari bo'lgan. Mana o'sha joyda o'tkazilgan va mana shu Yayir ham aynan sinagogani boshlig'i, o'sha binoga javobgar, o'sha yerda xizmatlar o'tishiga javobgar, o'sha yerdagi ibodatmi, sajdami, har xil tartib intizomga, har xil o'sha qonun qoidalari hammasi to'g'ri o'tishligiga u javobgar, shunaqa mas'ul bir shaxs, Yayir. Demak, bu odam hayotida yaxshigina bir darajaga erishgan, yaxshigina hayotida yutuqlarga erishgan inson. Hatto o'zini obro'si bor, o'zini hurmati bor. Bu odamni o'sha sinagogaga keladigan odamlar ham biladi, hurmat qiladi. U yerdagi ruhoniylari, ravvinlari, ustozlari-yu, o'sha yerdagi ulamolari ham hammasi bu odamga bir hurmat bilan qaragan, hurmatli bir inson degan bo'ladi. Yaxshi bir natijaga, darajaga erishgan insonlardan biri. Demak, hayotida qarasangiz, bu insonning hamma narsa bor. Obro' desangiz bor. Yaxshi mansab bor, yaxshigina bir unvoni bor, mansabi bor. Bitta mana sinagogani boshlig'i, qancha odam hurmat qiladi, ko'p tanishlari bor, yaqinlari ko'p. Mana shunaqa insonni boshiga qayg'u keldi, kulfat tushdi. Qarang, bu kulfat, bu qayg'u tanlab o'tirmas ekan. Siz falon joy boshlig'imisiz yoki mansabingiz balandmi, unvoningiz balandmi qarab o'tirmas ekan. U qayg'u ba'zan kambag'allar ham ustiga tushadi, boy ham ustiga keladi qayg'u. Boshlig'ini ham, oddiy xizmatkori ham hayotiga keladigan musibatlar, muammolar, tashvishlar, qiyinchiliklar bor ekan. Shuning uchun u narsa kelar ekan, qarab o'tirmas ekan, tanlamas ekan. Va bu inson ham hayotiga qarang, mana shunaqa bir og'ir musibat desak bo'ladi, og'ir bir muammo keldi. Bu Yayir ismli odamning hayotida hamma narsa bor. Qarang, kasb deysizmi, ish deysizmi, karyera deysizmi, hamma boshliqlikka erishgan, ko'p joyda tanish bilishlari bor. Mana shunaqa inson hayotiga muammo, musibat kelgan paytda va u qanaqa bir holatga tushib qoldi. Qarang, uni oilasiga hayotiga kelgan bu musibat, muammo, bu 12 yoshli yolg'iz qizini o'lim to'shagida yotishi. O'ylaymanki, otaga bundan dahshat og'ir bir muammo bo'lmasa kerak. Qachonki otani yoki onani yakka yagona bitta qizi 12 yosh. Qara, hammasi oldinda ochilmagan gul. Endi hayoti oldinda, rejalar, yaxshi niyatlar oldinda va bu 12 yoshar yagona qiz o'lim to'shagida yotibdi. Qarang, og'ir bitta kasallikka chalingan va Xudoning so'zi aytadi, 12 yoshli yolg'iz qizi o'lim to'shagida yotgan edi. Mana uni musibati, mana uni muammosi, mana uni hayotiga kelgan fojia, qiyinchiligi, muhtojligi, juda og'ir muhtojlik. Qachonki ota-ona qiziga qarasa-yu ko'ziga, lekin yordam bera olmasa. Qachonki doim qiziga qarasa-yu, lekin uni boshliqligi qizini sog'lig'ini yengillashtirmasa, uni mansabi, uni unvoni qizini sog'lig'iga bir ta'sir o'tkazib yengillashtirib bera olmasa, yoki uni obro'si, hurmati, qancha tanish bilishlari bu ham qizini sog'lig'ini yengillashtirmasa, bu narsalarni hech biri yordam bera olmasligini, aynan mana shunaqa fojia, musibat kelgan paytda insonni hayotiga. Shuning uchun mana uni oilasida shunaqa bir siqilish, ezilish, chunki yagona qizi, 12 yashar qizi o'lim to'shagida yotibdi, o'lim bilan kurashib
og'ir kasalga duchor bo'lgan, o'ylayman ota sifatida hamma imkoniyatlarni u ishga solgan, u qarab turmagan, ota sifatida hamma imkoniyatlarni ishga solib harakat qilgan-u, lekin birortasi foyda bermagan. Birorta uni imkoniyatlari, birorta uni insoniy tashabbuslari, harakatlari qizini sog'lig'ini yengillashtirib yoki qizini tuzatib, oyoqqa turg'izib, sog'aytirib qo'ya olmadi. Mana shu yerda uni zaifligi, kuchsizligi. Shuning uchun insonni hayotiga ba'zan shunday voqealar kelarkanki, shunday bir vaziyat holatga tushib qolarkanki, inson o'sha paytda haligi u qivoraman, bu qivoraman, u qo'lim uzun ko'p joyga yetadi degan hatto insona oilasiga yoki o'zini hayotiga og'ir musibat, muhtojlik kelgan paytda o'sha paytda amin bo'lib ko'rarkanki, u zaif ekanligini, ojiz ekanligini, hatto o'zini yaqin farzandiga yordam bera olmasligini tushunib anglab yetadi. O'sha kasalga duchor bo'lib, o'g'li, qizi kasallik bilan kurashib, o'lim bilan kurashayotgan paytda o'zini zaifligini, kuchsizligini tushunib yetadi. Qanchalik u chegaralanganligini, qobiliyatsizligini mana shu paytda, o'sha paytda na puli, na boshqa narsasi insonga yordam berar ekan. Inson shunaqa bir chorasiz holatda qolar ekan. Aynan Yairni hayotiga ham mana shunday kunlar, shunday vaqtlar tushdi. O'ylayman, Yair balkim kutmagandir bunaqa uni oilasiga katta mana shunaqa bir sinov kelishligiga, shunaqa bir musibat, og'ir yuk kelishligini u kutmagan bo'lishi ham mumkin. Balki o'ylagandir, hayot har doimgidek mana shunaqa davom etadi deb. Lekin bir kun hayotiga mana shunday musibat, u o'ylamagan, kutmagan muammo kirib keldi ularning oilasiga. Va muammo u so'rab o'tirmaydi, kelaymi deb. Bu kasallik ham unaqa so'rab o'tirmaydi, qarang. Shu narsa keldi, katta muammo, va u ko'ryapmiz, Isoni oldiga kelishga qaror qildi. Mana shu inson Isoni oldiga kelishga qaror qildi. Lekin Isoni oldiga kelishligi uchun u o'zini past olish kerak edi. Agar u o'zini mag'rurligi bilan o'zini past olmay shu holatda qolganda edi, unda u hech qachon Isoni oldiga kela olmagan bo'lardi. Qarang. Aynan buni Isoni oldiga kelishi ham bir u uchun bir xavf-xatardek. Sababi aynan Iso Masih o'zini xizmatini yer yuzida boshlagan paytda ko'p sinagogalar asta-sekin Iso uchun eshiklarni yopishni boshlashgan. Chunki sinagogada ko'p o'sha yahudiy ulamolari, farziylar deymizmi, ularning o'sha ustozlari, diniy yetakchilari Isoni o'sha qonunni buzyapti deb ayblashni boshlashgan edi, qonunbuzarlikda ayblashgan edi. Chunki Iso shanba kunlari bemorlarga shifo berardi. Shanba kunlari ham odamlarni tuzatib shifolardi-da. Shuning uchun odamlar sinagogalardan asta-sekin joy bermay, mana shunaqa qarshilik avjiga chiqib, endi sekin avjayotgan payti. Endi tasavvur qiling, o'sha sinagogani boshlig'i Isoni oldiga kelyapti. Isoni oyog'iga bosh urib, iltimos uyimga yuring deb yolvordi. Qarang, bu uchun nima turishini agarda bundoq fikrlasak, o'sha joyi boshlig'i, o'sha joyga javobgar inson Isoni oldiga borishga qaror qildi. U o'zi bormasdan o'zini o'sha mahalladagi oqsoqollarni yerib jo'natsa ham bo'lardi. Oqsoqollar uning nomidan kelib, mana hurmatli oqsoqollar kelib, mana shu hurmatli odamning nomidan keldi, iltimos uyiga boring, mana qizi kasal bo'lib yotibdi deb bunaqa yo'lni ham tutsa bo'lardi. Lekin bu jur'at etdi o'zi borishga. Jur'at etdi, o'zida kuch topa oldi Isoni oldiga borishga. U odamlarning gap so'ziga qarab yurmadi. Balkim odamlar aytishi mumkin edi. "Hey, kallang bormi sani? San sinagogani boshlig'isan, sani hamma taniydi. Haligi yahudiylarni ustozlari, farziylar, ulamolari, diniy yetakchilar ham sani taniydi. San hozir gap so'zga qolasan-u, boshing balodan chiqmaydi. Borma" deb balkim o'sha qarindoshlarimi, do'stlarimi, yaqinlarimi aytgan bo'lishi ham mumkin. San o'ylagin, o'zingni ishingni yo'qotishing mumkin, ishingni o'yla, har xil gap so'zlarga, g'iybatlarga qolasan. Har xil sanga qarshi keyin odamlarning munosabati, fikri o'zgarishi mumkin degan odamlar ham bo'lishi mumkin unga aytib.
Lekin ko'ramizki, Yayir bu narsalarni birortasiga e'tibor qaratmadi. U qaror qildi, jur'at etdi Isoni oldiga borishga. Tamom. U umidini tugib qo'ydi yuragida. Aynan Isoga atalgan, Isoga qaratilgan bir umid. Chunki u Iso haqida eshitdi. O'ylaymanki, Iso haqidagi xabar Yayirga ham yetib keldi. Chunki bu xabar tezda tarqalgan va u birinchi eshitdi. Bu xabar yetib kelgan Yayirga va Yayir Isoni qayerga kelganidan ham bilib, xabardor bo'lib va u jur'at etdi, qaror qabul qildi Isoni oldiga borishga. Shaxsan o'zi borishga qarang. Kimdir jo'natishga emas, o'zini nomidan. Shaxsan o'zi borishga. O'zini borishi bu o'zini Isoni oldida past olishligi va o'zini Isoni oldida kuchsiz, qobiliyatsiz ekanligini tan olishligi, Isoga muhtojligini tan olishligi, Isoni yordamiga bu tashna ekanligini tan olishligini bildiradi. Nafaqat shunchaki bu keldi Yayir, balki Isoni oyog'iga bosh urib deydi. Tasavvur qiling. Isoni oyoqlari ostiga bosh urdi, boshini egdi. Isoni oyoqlari ostiga bosh urib, iltimos uyimga yuring deb yolvordi. Yayir juda ham xohlardi Iso uni xonadoniga, uyiga kelishligini, uni qizini ko'rishligini Yayir xohlardi. Isoga umid bog'lasa, qandaydir javob olishligiga. Uni yuragida ishonch bor edi. Yayirni yuragidagi umid, ishonch Isoni oldiga olib keldi. Va Isoni oldiga kelishiga sabab bo'lgan uni oilasiga kelgan o'sha musibat, muhtojlik, muammo, o'sha tashvish deysizmi, o'sha og'ir yuk deysizmi, aynan qizini o'sha og'ir kasallikka duchor bo'lganligi mana bu bir sabab bo'lib xizmat qildi. Qarang, hatto shu ham oxir-oqibat voqeaga hali nihoyasiga kelgan paytimizda ko'rasiz, qanchalik yaxshilikka xizmat qilishligini. Ba'zan odam bilmaydi, nimaga, endi qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi deb o'ylaydi-da, lekin hammasi yakuniga yetganda, yakunida inson ko'radiki, bu yaxshilikka xizmat qilganligini. Shuning uchun mana shundoq inson egildi Isoni oldida. Mana shundoq inson boshliq bo'la turib, u o'zini past oldi Isoni oldida va Isoga muhtoj ekanligini tan oldi. U Isoni oldida o'zini mansabini, unvonlarini bir chetga surib qo'ydi. U Isoni oldiga kelganda muhtoj odamdek keldi. Tamom. U inson va u muhtoj. Unga yordam kerak, Isodan bir javob kerak. Mana shunga u qaratgan edi. O'zini yuragini, o'zini o'sha e'tiborini va bu holatda u murojaat qilganda ekan, biz ko'ramiz Isoni uni o'sha murojaatiga javobini 12 yoshli qizi uchun mana qayg'uryapti bu ota va Isoga murojaat qilishga qaror qildi. U aynan qizi uchun shafoat qilishga, qizi uchun Isoni oldida yordam so'rashlikka va Iso o'sha odam bilan ketdi deydi. Olomon Isoni har tomondan qisib qo'yardi. Demak, Iso o'sha inson bilan birga ketdi. Yayir Isoni o'zini uyiga olib ketyapti. Ular yo'lda ketishyapti, yo'lda davom etib, yo'lda ketishayotgan paytda o'tda hali olomon bor. Qancha odam haligi Isoga teginish xohlaydi, qancha odamning o'zini muhtojligi bor. Kimdir nimadir ovozini balandlab Isodan nimadir so'rayotgan bo'lishligi mumkin. Yoki kimdir pastroq ovozdami. Xullas kalom, bu olomonning ichida hamma balkim o'zini muhtojliklarini ham ovoz bilan chiqarib so'rayotganlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz, lekin yana bitta qiziq voqea yuz beradi. Bular mana ketishayotgan paytda Yayir uyiga ketishyapti yo'ldada. 43-oyatda yana bitta bemor haqida aytiladi. 43-oyatda olomon orasida 12 yildan beri qon ketishida azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U bor budini tabiblarga sarflagan bo'lsa ham birontasi unga shifo bera olmagan edi. Ayol Isoning orqasidan kelib, uning kiyimi etagiga qo'l tekkizdi. Shu zahoti qon ketishi to'xtadi. Mana bu ham qarang, ko'rish mumkin olomonning orasida 12 yildan beri qon ketishdan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi deydi. U bor budini tabiblarga sarflagan bo'lsa ham birontasi, e'tibor bering, birontasi unga shifo bera olmagan edi. Mana yana bir
og'ir bir muammoga duchor bo'lgan bir insonni ko'rishimiz mumkin. Bu mana 12 yildan beri qon ketishdan azob chekayotgan ayol. Tasavvur qiling, 12 yildan beri u azob chekib yuribdi. 12 yildan beri butunlay haligi qon ketishdan balkim gemoglobinlari ham tushib ketgandir. Inson holsizlanib, ranglari oppoq dokadek bo'lib qoladi. Esimda bir ayol ham o'sha qon ketishdan azob chekkan, boshida qanaqadir bir kasallikni o'tkazgan ekan. O'sha paytda men so'ragan edim. O'sha paytda qanaqa his qilgansiz, qanaqa holatda bo'lgansiz degan paytimda o'sha paytda o'sha ayol aytib bergan. Shu rangim dilli oppoq dokadek bo'lib qolgandi. Zo'rg'aligi devor o'sha mana shunaqasiga yurardim. Shunaqa holsiz, faqat haligi yotgisi keladigan shunaqa ahvolda bo'lganman deb aytib bergan o'sha ayol. Keyin esa Iso u ayolga ham shifo berib, sog'lig'i tiklangan. Shuning uchun bu yerda ko'rish mumkin, 12 yildan beri qon ketishdan azob chekkan ayol. Bor ayollarda o'ziga yarasha haligi tabiiy qon ketadigan, keladigan paytlari bo'ladi. Uni hayz deyishadi yoki oy ko'rdi deyishadi. Bir oyda muntazam ravishda tabiiy biologikmi shunaqa jismoniy jarayon, sikl bo'ladi. U tabiiy ravishda keladi qon ayoldan, keyin esa to'xtab, tamom, mana shunaqasiga ketadi. Bu normal holat. Lekin biz ko'ramiz, bu ayolda bu kasallik 12 yildan beri to'xtovsizmi mana shunaqa qon ketish. Bu degani butun kuchini, quvvatini, butun qobiliyatini, butun o'sha hamma tanasidagi o'sha holni yo'qotadi. Butunlay holsiz holatiga tushib qoladi. Va ko'ryapmiz, bu ayol bu narsadan qutulish uchun, shifolanish uchun hamma narsani qilib ko'rgan, o'zini imkoniyatini ishga solgan. Hatto Xudoning so'zi aytadiki, bor budini tabiblarga sarflagan deydi. Qarang, nimaki bo'lsa bor yo'g'ini o'sha tabiblarga sarflab, sog'lig'im yaxshi bo'lsin, tuzalsin deb bormagan, qo'ymagan joylari qolmagandir bu ayollar. Hammasini hayotida qo'llab ko'rgan, lekin ko'ramizki, birortasi unga yordam bera olmagan, birortasi uni sog'lig'ini yengillashtirib yoki tanasidan ketayotgan o'sha qonni to'xtata olmagan. 12 yil boshida hayotida shunaqa bir dahshatli azob va bu narsa 12 yildan beri bundoq tuzukroq xursandchilik ham bermaydi insonga. Chunki bu narsa insonni faqat g'am qayg'uga tiqib qo'yadi. Faqat g'am qayg'uga kirib, kayfiyati yo'q, siqilgan, ezilgan holatda yuradi. Chunki xursand bo'lishiga ham yo'l qo'ymaydi o'sha tanasidagi azob berayotgan o'sha kasallik. Mana shu ayol qarang, bu ayol ham Iso haqida eshitgan va bu ayolni ham Iso haqida eshitib, munosabati Isoni oldiga borishni yuragiga tugib qo'ygan. Isoni oldiga borib va Isoga tegib olsam tuzalib ketaman degan xayolida shunaqa fikr bo'lgan va ko'ryapmiz, ayol Isoni orqasidan kelib uni kiyimi etagiga qo'l tekkizdi deydi. Shu zahot qon ketish to'xtadi deydi. Qarang, ayol darrov o'zini a'zoyi badanida his qildi qon ketish to'xtaganligini. Undan oldin qon ketib yurgan u biladi-ku. Va Isoning etagiga shundoq ko'yni etagiga, kiyimini etagiga teginishi bilan u his qilgan tanasida o'sha qon ketish to'xtaganligini. Mana mo'jiza. Isoni shifobaxsh qudratini, kuchini o'zida tatib ko'rdi bu ayol. U hatto ovozini ham chiqargani yo'q, u gapirgani ham yo'q. U faqat o'sha fikrga yuragiga tugib olgandi. Isoni borsam, ko'rsam, shunday etagiga teginsam-u shifo topaman deb. Unda iymon bor edi, ishonch bor edi. Va shuningdek bu ayol ham jonini xavf ostiga qo'ydi. Chunki o'sha paytda yahudiylarning qonuni, o'sha urf-odat qonuni bo'yicha qon ketishdan azob chekayotgan ayol jamiyatda yoki olomonni xalq orasida bo'lish kerak bo'lmagan. Chunki unaqa ayollar yahudiylarning qonuni bo'yicha nopok hisoblangan va bu nopok hisoblangani uchun bu ayolni agar o'tib betga teginsa, o'tirib olsa, o'sha joy ham nopok hisoblangan. Shuning uchun jamiyatda bo'lishi kerak bo'lmagan va qonun bo'yicha u o'sha alohida bo'lish kerak bo'lgan. Lekin qarang, ayol shu narsalarni bilsa ham, lekin jonini xavf ostiga qo'yib turib, o'sha olomon ichida, ko'pchilik ichida ko'rmaydi hech kim.
Shuning uchun aynan Isoni yuz tomonida emas, orqasidan uni etagiga teginib, qo'lini amallab olomonga suqilib, olomonning ichidan kirib, qo'lini cho'zib, a, iymon bilan qo'lini cho'zib shundoq tegingan paytda ko'ramizki, mo'jiza yuz berir. Uni tanasidagi 12 yildan beri qon ketish darhol to'xtadi. Shu zahoti deyapti, qarang. Teginishi bilan shu zahoti qon ketishi to'xtadi. Mana bu ayol shifo topdi. Qarasak ayolni holatini, u ayol Yair bilan solishtirsangiz umuman boshqa dunyoda. Bu ayol rad etilgan, kamsitilgan, odamlarning orasida yurolmaydi. Chunki haligi kasalligi unga azob beryapti. Kimdir bilib qolsa, hozir sezib qolsa, ko'rib qolsa, uni sha'niga yana har xil gaplar gapiradi. Har xil haqoratlar, har xil yana kamsitishlar, odamlar yana nafrati, g'azabiga duchor bo'ladi. Qancha mana shu narsalar bilan o'tayotgan ayol u qaror qildi. Baribir shu Isoga bir tegib olsam, agar hozir bo'lmasa keyin qachon imkoniyat bo'ladi? Hozir deb turib xavf xatarga qo'yib, odamlar nima deydi? Hozir bilib qolsachi kimdir, ko'rib qolsachi, hozir zahrini sochdi, nafratlansachi deb hech qanaqa odamlarning fikriga, gap so'ziga qaramasdan u olomoni ichidan Isoga erishdi. Isoni ko'ynagini etagiga teginishga erishdi. O'zini maqsadiga, niyatiga erishdi, qarang. Va erishgan paytda ko'ramiz, uni iymoni, uni yuragidagi umidi uni a'zoyi badaniga shifo keltirdi. Shifo keltirdi. U shifo topdi. Shuning uchun ba'zan insonni hayotidagi ba'zi og'ir muhtojlik muammolar o'sha insonni Isoga kelishligiga yana sabab bo'ladi. Isoga kelishligiga turtki bo'lar ekan. O'zimni o'ylab qarasak ham, ko'p odamlar, o'sha Isoga ishongan odamlar bilan suhbatlashsangiz, juda ham ko'pchiligini hayotida qanaqadir og'ir muammolar, muhtojliklar bir turtki bo'lib xizmat qilgan. Isoga ishonishligiga, Isoga murojaat qilishligiga va Isodan haqiqatan yordam olgan, Isoni qudratini, kuchini o'zi tatib ko'rgan, hayotida o'tkazgan va shuning uchun unga ishonib, unga ergashishga qaror qilib mahkam yopishadi. Va bu guvohlikni yana bo'lishadi. Isoni o'sha uni hayotida qilgan mo'jizasini yoki farzandlarini yoki oilasida qilgan ishlarini bo'lishadi xursandchilik bilan inson. Shuning uchun bu yerda ham mana bu ayol ham shifo topdi va shifo topgandan keyin keyingi 45-oyatda Iso savol beradi. Menga kim tegdi? Menga kim tegdi deb so'radi Iso. Isoga qo'l tekkizganini hech kim tan olmadi. Shunda Butrus dedi: "Ustoz, olomon sizni o'rab olib siqib qo'yganini ko'rib turibsiz-ku." Demak, o'sha paytda Iso ham sezdi undan bir kuch chiqqanligini va Iso to'xtab so'raydi. Menga kim tegdi deb savol beradi Iso va shogirdi aytadi, shuncha odam, qayerdan bilamiz, shuncha odam qo'lini cho'zyapti, qancha odam teginyapti yoki teginmoqchi, shuning uchun biz qayerdan bilamiz deb ular javobini beradi, lekin Iso aniq bilardi undan javob chiqqanligiga, kimnidir muhtojligiga Isodan javob chiqqanligiga va bu javob o'sha kimnidir muhtojligini hal qilganligini Iso bilardi. Chunki Isodan qudrat, kuch, o'sha hokimiyat, undan javob, o'sha muammoga yechim, muammoni hal qiladigan qudrat chiqqanligini Iso bilardi. Va Iso bilardi nima yuz berganligini o'sha inson bilan ham. Va kim ekanligini bu insonni ham Iso bilardi. Shuning uchun Iso aynan to'xtab savol berdi. Va Iso yana ta'kidlab aytadi keyingi 46-oyatda, lekin Iso dedi, kimdir menga qo'lini tekkizdi. Ichimdan bir kuch chiqqanini sezdim. Yana Iso ta'kidlayapti, kimdir tegindi menga deyapti. Chunki kuch chiqqanini sezdim deb Iso turibdi. Iso xohlayapti haligi ayol yorug'likka yuzaga chiqarishligini, nima yuz berganligini, guvohlik berishligini Iso xohlayapti. Chunki u yerda olomon bor. Yana e'tibor bering, u yerda yana Yair ham bor. Hali ular Yairni uyiga ketishyapti. Yair ham to'xtadi-yu, voqeani kuzatyapti-ku. Bu yerda Yair uchun ham kerak bu guvohlik. Yair uchun ham bu zaruriydi bu. Haligi ayolni shifo topganligini
eshitishligi va 47-oyatda nazardan chetda qola olmasligini bilib, ayol titraganicha Isoning oldiga keldi. Uning oyoqlari ostiga o'zini tashlab, butun xalq oldida nima sababdan Isoga qo'lini tekkizganini va qo'l tekkizgan zahoti shifo topganini aytib berdi. Mana ayol guvohlik berdi. Butun olomonni oldida u qanaqa kasallikka chalinganda, Isoni oldiga qanaqa ahvolda, qanaqa holatda kelgan edi va Iso bilan uchrashgandan keyin, Isoga tegingandan keyin endi esa qanaqa ahvolda, qanaqa holatda ekanligini o'zini tili bilan o'sha yerda tan oldi, e'lon qildi, guvohlik berdi. Uni hayotida qanday o'zgarish bo'lganligini, hayotida yuz tuban butunlay burilish yuz berdi. Butun a'zoyi badanida tasavvur qiling. Oqayotgan, o'sha azob berayotgan kasallik, 12 yildan beri qon ketishlik bir Isoga iymon, ishonch bilan teginish orqali to'xtadi va u sog'aydi, sog'lig'i butunlay tiklandi. Mana shu narsani ochiq-oydin o'sha yerda bu ayol aytib berdi. Va Isoni oyoqlari ostiga o'zini tashladi. Isoni oyoqlari ostiga tiz cho'kdi va o'sha yerda shu guvohlik orqali u Xudoni yana ulug'ladi. Shuning uchun ko'rishimiz mumkin, Iso mana shu rad etilgan ayolga e'tibor berdi. Butun olomonni ichida butunlay xuddi Iso va ayol suhbatlashayotgandek shunaqa bir holada qiziq. Butunlay Iso o'zini mehrini, o'zini sevgisini, e'tiborini ko'rsatdi. Bu ayol qanchalik qadrli, aziz, kerakli ekanligini ham ko'rsatdi shu orqali Iso. Va o'ylayman, bu ayolning yuragi yana ham xursandchilikka to'lib toshgan, minnatdorchilikka, chunki yana umidi kuchaydi qalbida. Shuning uchun yuragimizda Isoga bo'lgan umid, ishonch bizani uyatga qoldirmaydi. Va mana shifo topgandan keyin hali bu yerda yana bora guvohlik berdi bu ayol va 48-oyatda Iso unga dedi: "Qizim, ishonching seni sog'aytirdi, eson omon bor." Mana yana Iso qanaqa so'z aytdi? Qizim dedi, qarang. Begona inson shifo topdi, Isodan kuch chiqdi va Iso shunaqa o'ziga uni yaqin olib, yaqinlashtirib, uni iymoniga javob berdi, uni umidiga javob berdi va uni qizim deb atayapti. Qarang, qizim, ishonching seni sog'aytirdi. Iso yana ishonchga e'tibor beryapti, ishonchga urg'u beryapti. Qizim, seni yuragingdagi ishonching seni sog'aytirdi. Qizim, sen ishonch bilan kelding, umid bilan kelding va javob olding, shifo topding va o'zing bugun aytganingdek ozod bo'lding. 12 yil azobdan, 12 yil senga azob bergan bu kasallik endi ketdi hayotingdan, tanangdan ketdi. Endi qizim, ishonching seni sog'aytirdi, eson omon bor dedi. Eson omon bor. Qanday ajoyib shifo bergan, shifo manbaidan, shifolovchi zotdan mana shunaqa ajoyib so'zni eshitib va xursandchilik bilan endi o'zini o'sha xonadoniga, uyiga yo'l olish. Keyingi oyatida Iso shunday deb turgan ham ediki dedi, qarang. Iso shu gapni ayolga gapirib turibdi. Eson omon bor deb, ishonching seni sog'aytirdi deb aytdi-da shu so'zni. Darrov sinagoga boshlig'ining uyidan odam kelib, xabarchilik kelib, xabar yetkazishyapti. Bu yoqda zo'r, yaxshi xabar, guvohlikni eshitib turibdi Yair. Guvohi bo'lib turibdi o'zi. Haligi ayol tili bilan tan olib gapirdi va Isoning so'zini eshityapti, ayolga aytgan so'zini. Va birdaniga noxush xabar yetib kelyapti xonadonidan. Iso shunday deb turgan ham ediki, sinagoga boshlig'ining uyidan kimdir kelib unga qizingiz o'ldi, ustozni ovora qilmay qo'ya qoling dedi. Mana qarang, darrov xuddi bir vasvasadek. Biz bilamiz, ruhiy olamda yovuzlik bor, shayton bor. O'sha yovuz ruhlar ham harakat qiladi insonni to'xtatishga, iymonini, ishonchini sindirishga, ikkilantirishga, vasvasaga solishga. Chunki endigina Yair haligi guvohlikni, ayolni shifo topganini eshitib turgan edi. Endigina Isoni o'sha ayolga aytgan gapini eshitdi.
qizim ishonki sani sog'aytirdi, eson omon bor degan so'zlarni eshitib turgan paytda birdaniga xonadonidan xabarchi kelib aytyaptiki, qizingiz o'ldi, ustozni ovora qilmay qo'ya qoling dedi. Bu degani nuqta qo'yyapti haligi xabarchi. Xo'jayin buni ustozni uyiga olib kelishga ham hojat yo'q, tamom bo'ldi endi. Umidimiz ham hammamiz tamom bo'ldi uje. Haligi tirikligida ulgurish kerak endi o'ldi deb xuddi uni ham endi ovora qilmay, endi Iso kelish shart emas uyimizga, xonadonimizga degandek ovora qilmay qo'ya qoling deb aytdi-da. Shu paytda Iso ham eshitib turibdi-ku, Yair xonadonidan kelgan xabarni. Iso ham eshitib, qarang, vaziyatda Iso darrov qo'lga olib turib, Iso shunaqa bir so'z aytadiki, yana Yairga tasalli beradi, dalda beradi. Iso qaytmaydi qaroridan, uni xonadoniga, uyiga borish qaroridan, niyatidan. U baribir yuragida niyat qilib qo'ydi uni xonadoniga borishga va Yair ham shunaqa yalinib, yolvorib so'radi, uyimga keling, mani xonadonimga keling deb. Buni eshitgan Iso sinagoga boshlig'i Yairga dedi: "Qo'rqmang, faqat ishoning, qizingiz shifo topadi." Mana qanaqa javob berdi. Iso aytayaptiki, qo'rqmang. Chunki tamom qo'rquv kelishni boshladi. Qo'rquv Yairni butunlay egallab olishni boshladi. Butun a'zoyi badanini, yuragini, qalbini balki titrashga tushgandir. Chunki noxush xabar keldi. Qizingiz vafot etdi, joni chiqdi qizingizni. Ovora qilmang ustozni degan xabar qanchalik bu otaga bir zarba va u shunaqa titrov, qo'rquv holatida Iso shundoq qarab aytayaptiki, qo'rqmang. Faqat ishoning, qizingiz shifo topadi. Mana Isoni insoniy yuragiga yo'l topishligi. Mana Iso o'zini so'zi orqali haligi umid yo'q joyda umid paydo qilishligi, umid tug'dirishligi. Mana Iso mana shunaqa qiyin ahvolga tushgan paytda, noxush xabar eshitgan paytda ham dalda tasalli berishi. Qo'rqmang, faqat ishoning, qizingiz shifo topadi. Shuning uchun ko'plarimiz mana tinglovchilar orasida ham hayotida shunaqa noxush xabarlarni eshitgan paytda Isodan kelgan so'z orqali dalda va tasalli olganlar ham bor. Va shunaqa qiynalib siqilgan paytlarida Xudo o'zini so'zi orqali gapirib yuragingizga tasalli bergan paytlarni ham eslashingiz mumkin. O'sha paytda Xudo qanaqa qilib o'zini kalomi orqali o'sha qo'rqmagin, men hammasini nazorat qilyapman, ko'ryapman, hamma narsa meni qo'limda. Sen chekayotgan azoblaring, to'kilayotgan ko'z yoshlar hammasini ko'rib turibman va nazoratimdan hech nima chiqib ketmagan deb qattiqdir sizga sen bilan birgaman, seni tark etmayman deb tasalli, dalda bergan joylari ham bor hayotingizda. Bir eslasangiz, shunchaki Iso biladi kimga qanaqa so'z gapirishni, qanaqa murojaat qilib o'sha insonga dalda, tasalli berishni biladi. Chunki og'ir musibatlarda, muammo tashvishda insonni qo'rquv qamrab oladi. Chunki chorasizlikdan qo'rqib ketadi inson. Qo'lidan hech narsa kelmaganligidan qo'rqib, shunaqa zaif, qobiliyatsiz ekanligidan dod solgisi keladi. Shunaqa bir holatga, kurashlarga duchor bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ham bu noxush xabar otani yuragini tilka pora qilib yuboradigan xabar kelgan paytda Iso aytdiki, qo'rqmang, faqat ishoning, qizingiz shifo topadi. Iso boshliqning uyiga kelganda Butrus, Yuhanna, Yoqub va qizning ota-onasidan boshqa hech kimning ichkariga kirishiga ruxsat bermadi. Hamma qizcha uchun dod faryod qilayotgan edi. Iso ularga dedi: "Yig'lamanglar, axir qizcha o'lmagan, uxlab yotibdi." Demak, Iso shunday qilib Yairni xonadoniga, uyiga yetib keldi. Qizcha 100% o'lgan, jon bergan. Uyda yig'ichilar bor. O'sha paytda shunaqa yollanma yig'ichilar bo'lgan. Odamlar pul to'lab yollanma yig'ichilarni olib kelishgan va yollanma yig'ichilar shunaqa chiroyli har xil yig'lar bilan yig'lab bergan va bu hurmat ko'rsatilgan o'sha murdaga, o'sha jasadga, mana shunaqasiga hurmat ko'rsatilgan. O'sha yahudiylarning urf-odat an'analari bo'yicha shunaqa bo'lgan. Va bu yerda ham mana ko'ryapmiz, dod faryodchilar bor, yig'ichilar bor va o'shalarga yig'lamanglar, axir qizcha o'lmagan, uxlab yotibdi deb Iso shu so'zni aytgan paytda ular esa Isoni ustidan kuldilar. Chunki qizcha o'lganini bilardilar deydi. Qarang, darrov Isoni ustidan kulishga tushdi ular. Chunki ular yollanma yig'ichilar-da.
ularni kasbi, vazifasi yig'lab berish, o'sha joyda ko'rsatib berish, ta'ziya bo'lyapti, mana shu joyda qayg'u bo'lgan, inson o'lgan deb mana shunaqasiga yetkazib berish. Bu yerda Iso o'lmagan, uxlayapti deganligini eshitib, ular kulishga tushdi. Chunki ular ko'rishdi haqiqatda bu qizcha o'ldi va yig'i-sig'iga tushdi ular. Iso esa qizchaning qo'lidan ushlab, "Qizaloq, tur o'rningdan" dedi. Qizchaga jon kirdi. U shu zahoti o'rnidan turdi. Iso qizchaga "Ovqat beringlar" deb buyurdi. Qizchaning ota-onasi dong qotib qoldilar. Iso esa ularga bo'lgan voqea haqida hech kimga og'iz ochmaslikni buyurdi. Amin. Mana mo'jiza yuz berdi. O'lgan qizchaga Iso hayot berdi. Unga jon bag'ishladi. Va bu narsa ota-onasini ko'z oldida yuz berdi va uchta shogirdini ko'z oldida yuz berdi. Qarang. Shuning uchun Iso tiriltirishga, hayot berishga qodir. Isoda jinlarni, yovuz ruhlarni quvish qudrati, hokimiyati bor. Isoda bemorlarni shifolash qudrati, hokimiyati bor. Isoda o'liklarni tiriltirish, o'lganga jon, hayot baxshida etish qudrati, kuchi bor. Isoga bu qudrat, kuch berilgan. Shuning uchun insonga imkonsiz narsa Iso Masihga imkonlidir. Mana shu tarzda bu xonadonga xursandchilik keldi. Bu xonadonni muammosi, mushkuli hal bo'ldi. Ya'ni yig'i, qayg'u, kasallik va o'lim bor joyga Iso kelgan paytda na u yerda kasallik tura oldi, na u yerda o'lim tura oldi. Isoni huzurida bu narsalar tura olmaydi. Isoni huzuri kelgan xonadon, oilada barcha yovuzliklar qochishi boshlaydi, yo'qolishi boshlaydi. Qarang, Iso kelgan xonadon, oilalarga Iso tiklanish, xursandchilik olib keladi va u barcha o'zini quti barakalarini, mehrini, shafqatini ko'rishadi. Shuning uchun Iso faqatgina o'zgartirish olib kela oladi. Faqatgina Iso o'liklarga hayot baxsh etadi. Faqatgina Iso hamma ojiz shifo bera olmaydigan kasalliklarga ham shifo bera oladi. Iso shifo olmaydigan kasallikni o'zi yo'q dunyoda. Har qanaqa, hatto tibbiyot, hatto odamlar ojiz, zaif yoki hali u kasallikka hech qanaqa bir dori, yechimi topilmagan kasalliklarni ham Iso bir zumda hal qilib, shifolab ularni yo'q qila oladi va insonlarni oyoqqa turg'izib tiklay oladi. Shuning uchun Isoga umid bog'lab ishongan odam uyatga qolmas. Bugun biz mana guvohi bo'ldik, ikki insonni ko'rdik. Bir inson ota edi, o'zini qizi uchun Isoning oldiga so'rab keldi, qiziga shifo so'rab keldi. Ikkinchi inson ayol kishi edi, 12 yildan beri qon ketardi. U o'zi keldi, shaxsan o'zini muammosi, muhtojligi uchun so'rab, u ham muammosiga, muhtojligiga javob oldi, Isoga murojaat qilib javob oldi. Iymoniga yarasha sog'aydi, shifo oldi va Yayir ham ishonib, umid bog'lab, hatto noxush xabar kelgan paytda ham o'zini qo'lga olib, Iso uni yonida, Iso uni uyiga bordi va uyida mo'jiza yaratdi. Uyida o'sha hayot olib keldi. Uni qiziga va qizini oyoqqa turg'izdi. Shuning uchun bu inson ham, u inson ham o'zini muhtojligiga javob oldi. U oilasini muhtojligiga javob oldi. Ya'ni qizi, oila a'zosi, qizi, yaqin odami, sevgan odami, yoqqa yagona asal shirin qizi, 12 yashar qizi hayotga qaytarildi. Iso bu ishni qildi. Shuning uchun Isoga imkonsiz narsa yo'q. Shuning uchun har bitta insonning o'ziga yarasha muammosi, muhtojligi bor. Hatto mana tinglovchilarning orasida ham mana shu ayolga o'xshagan qandaydir hayotida bir muammosi bordir yoki og'ir yuki, og'ir muhtojligi bordir yoki Yayirga o'xshab uni hayotida kasbi bor, karyerasi bor, unvoni bor, hamma narsa topishi, tutishi yaxshi, hamma narsasi bor-u, lekin yaqin odami kasal, bemor bo'lib, unga shu notinchlik, azob berayotgan bo'lishi mumkin, yuragida. U farzandimi, yaqinimi yoki o'zini sog'liq bilan bog'liqmi? Har xil vaziyat, holat bo'lishi mumkin. Va u ko'ryaptiki, tushunyaptiki, uni bor narsasi unga yordam bera olmayapti. Uni muammosini, tashvishini hal qila olmayapti.
uni qobiliyatlari, uni kuchi, uni obro'si, uni hurmati va u bugun shunaqa bir fikrga, tushunchaga kelayotgan bo'lishligi mumkinki, bugun mana Iso haqida xabar eshitdim-ku. Iso mana muqaddas kitobda mana shunaqa ish qilgan ekan-ku. Unga murojaat qilgan, umid bog'lagan, ishongan odamlarga javob bergan ekan-ku. Man ham shuni qo'llab ko'ray deb, hatto qayerdadir inson tavakkal qilib, yuragida ozginagina Isoga nisbatan bir umid, ishonchni bir tugisa, Iso ko'radi u yurakni, qalbni va Iso tayyor. Iso hatto olomonning ichidan ishongan, umid bog'laganlarni ko'ra oladi, tanlay oladi, e'tibor bera oladi. Shuning uchun haligi ayol ham Isoni nazaridan chetda qolgani yo'q. Odamlarning nazaridan chetda qolib ketgan, rad etilgan ayol Isoni e'tiborida qoldi. Isoni e'tiborida edi va Iso aynan uni muammosini hal qilib, javob berib va uni ishonchi uni sog'aytirganligini e'lon qildi va qizim deb atadi. Unga bo'lsa, Yairga bo'lsa dalda berib, qo'rqma deb uyiga borib, Iso o'zini ishini qildi. Shuning uchun biza tomonimizdan ham qandaydir qadam, umid, ishonch bo'lsa Iso tomonga, Iso esa o'zini tomonidan o'zini ishini qilar ekan. Shuning uchun Xudoyim o'zi marhamatlasin. Umidjon, aloqadasiz a? Amin. Ajoyib so'z bo'ldi. Aziz aka, rahmat. Judayam batafsil qilib, zo'r tushuntirib berdingiz. Buni o'qigan insonlar, endi men bu Luqo bayon etgan Injil xushxabarini qayta o'qiganman. Hozir siz yanada kengroq yoritib berdingiz. Juda ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Eshitayotgan tinglovchilarimiz uchun ham. Rahmat aziz aka. Haqiqatda Iso Masihning qudrati, uning hokimiyati, uning mo'jizalari biz qancha gapirsak, bu soatlar yetmaydi. Hattoki bu kitobga ham sig'magan. Biz ayrimlarinigina kitobda ko'ramiz. Uning qudrati cheksiz aslida. Iso Masihning qudrati. U Yairni qizini tiriltirdi. U beva ayolning o'g'lini tiriltirgan. U Lazarni tiriltirgan. Uning mo'jizalari juda ko'p. Endi biz bilganimiz va kitobda yozilgani, bundan ham yozilmagani talaygina deb o'ylayman. Xulosa qilib to'g'ri aytdingiz. Iso nafaqat bu ana shu 2000 yil avval bu ishlarni qilgan bir zotda, bu hozirgacha, kunigacha, bugungacha va bundan keyin ham bu narsalarni, bunday mo'jizalarni amalga oshirib kelayotgan qudratli zotdir. Shunday ekan, aziz tinglovchilar, kimda qanday muhtojlik bor, bu hammani o'ziga ayon. Buni Xudoning oldiga olib kelib, Iso Masih nomi bilan ibodat qilinganda, so'ralganda, Isoning qudrati, Isoning kuchini hayotlaringizda ko'rishlaringiz mumkin. Bu hozir ham buni sinab ko'rish mumkin. Shunday ekan, tanlov har doim sizda qoladi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar bu narsalarga yana qiziqayotganlar bo'lsa, muqaddas kitob, Xudoning kalomi bo'lgan muqaddas kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Agar bu kitobni qayerdan topishni bilmayotgan bo'lsangiz, shaxsan menga yozing, men ko'rsataman. Rahmat, ajoyib vaqt uchun aziz aka. Bizni efir uchun ajratilgan vaqtingiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda ekan. Keling, efirimiz yakunida tinglovchilarimiz uchun duo qilsangiz, ibodat qilib yakunlasak. Rahmat kattakon barcha tinglovchilarga. Sizga ham kattakon rahmat Umidjon taklif uchun. Unda bitta ibodat qilamiz, Xudoyimizga shukrona bildirsak. Osmondagi barhayot aziz Xudoyim, egam butun borliqni koinotda yaratgan Xudovandam, rahmat, bugun bizga ajoyib shunaqa vaqt imkoniyatni berding. Har bitta tinglovchi uchun minnatdorman. Bugun mana kirgan, oxirigacha eshitgan, kimdir kirdi, eshitdi, chiqdi. Xudoyim, har bitta tinglovchini marhamatli, xonadonda tinchlik, nur, marhamat, barakat bo'lsin. Har bitta tinglovchini oilasidagi muhtojliklarni, muammolarni san bilasan ota. Kimnidir hayotida bugun aytilgan voqeadagi shunga o'xshash qandaydir bir kasallik qiynayotgan bo'lsa yoki yaqini azob chekayotgan bo'lsa, yaqinini azob chekayotganini ko'rib joni achib ketayotgan bo'lsa, Rabbim o'zing yordam ber. Bugun senga ishonib, senga umid bog'lab, seni chaqirgan paytda, murojaat qilgan paytida Yair kabi yoki mana bu ayol kabi
u ham javob olsin Xudoyim. O'zing e'tiboring, nazaringni qaratgin. Bu xonadonlarga, bu oilalarga o'zing butunlay burilish, o'zgarish qil, xursandchilik kelsin, sevgi, mehr, muhabbat kelsin. Katta bir yangilanishlar bo'lsin Xudoyim. Insonga imkonsiz narsani sen qila olasan Rabbim. Marhamatli, har bitta tinglovchi, har bitta yurakni egam. Sani qo'llaringga topshirib rahmat etamiz bugun bergan so'zing, kaloming, mana shu maktubing uchun shukr etamiz. Shu orqali iymonimizga iymon qo'shgin, chunki iymon seni kaloming orqali Xudoyim. Qo'rqmaslikka, ishonishga o'rgatgin va sani mo'jizalaringni, qudratingni, kuchingni guvohi bo'lishni bizlarga o'rgatgin. Rahmat Rabbim, shukrona minnatdorchilik bilan Iso Masih nomidan amin. 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 Rahmat Aziz aka. Rahmat tinglovchilar uchun ham minnatdorman. Oxirigacha qolib, tinglab, shunaqa bir jonli efirimiz agar sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, biz to'xtamaymiz, davom etamiz. Shunday ekan, keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha deb qolaman. Barchangizga Xudo yor bo'lsin.